Xorijda ishlash niyatida bo'lgan fuqarolarimizni respublikaning 12 viloyati, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent shahrida tashkil etilayotgan mehnat yarmarkasiga taklif etamiz. Ushbu tadbirlar litsenziyali xususiy bandlik agentliklari uyushmasi, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi hamda viloyat hokimliklari hamkorligida tashkil etilmoqda. Barcha hududlardagi yarmarkalarda xorijiy ish beruvchilar ham ishtirok etadi. Mehnat yarmarkalari davomida fuqarolarimiz qonuniy va yuqori maoshli bo'sh ish o'rinlari to'g'risida xususiy bandlik agentliklaridan to'g'ridan-to'g'ri ishonchli ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin. Buxoro viloyatida 12 yanvar kuni start oladigan mehnat yarmarkalari 19 fevral kuni Toshkent shahrida yakun oladi. Tadbirlarda Germaniya, Xorvatiya, Bolgariya, Slovakiya, Isroil, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirligi, Litva, Estoniya va boshqa davlatlardagi bo'sh ish o'rinlari taklif etiladi. Ushbu davr mobaynida mamlakatimizning barcha hududlarida tashkil etilishi rejalashtirilgan tadbirlar hamyurtlarimizga manfaatli bo'lishiga ishonamiz.